Ayni fursatlarda Toshkent telekanaliga sozlanib, Taskin loyihasini tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Demak, biz jonli efirimizni boshladik. Zilola opa, assalomu alaykum, xush ko'rdik jonli efirimizda. Assalomu alaykum. Ilk tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Umid qilamizki, bugungi 1 soatli efir mazmunli, maroqli o'tadi, to'g'rimi? Azizlar, demak, bugun xizmatingizda malakali psixolog Zilola Haydarova. Ular bugun muammolaringizga yechim topishingizga sizga ko'makdosh bo'ladilar deb umid qilamiz. Shunday ekan, teleekranlaringizda ko'rsatib o'tilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va sizni qiynayotgan u yoki bu savolga javob olishni istasangiz, albatta biz bilan bog'laning. Zilola opajon, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, a'lo darajada. Qanday o'tdi? Yaxshi, juda ham yaxshi. Talabalarga qanday mavzularda darslar o'tib keldingiz? Bugun 3 para darsim bo'ldi. Darsadan chiqdim. Undan keyin talabalar turar joyiga borib, u yerda ham talabalarim bilan ishladim. U yerda ham albatta psixologik qarashlar kerak, psixologik tarbiyalar kerak. U yerda ham soat 5:30 gacha, 17:30 gacha aynan talabalar turar joyida bo'ldim. Kunim yaxshi o'tdi. Aynan yoshlar bilan ishlashning ham o'ziga yarasha gashti bor, to'g'rimi Zilola opajon? Qaysidir ma'noda bilim berasiz va qaysidir ma'noda ulardan ham ilm olasiz, to'g'rimi? Chunki bugungi kun yoshlari juda ham zukko, zaki, to'g'rimi? Fikrimga qo'shilasizmi Zilola? Albatta, ustozlar har doim mana shu yoshlar bilan ishlagani uchundir balki yoshlarcha fikrli, yoshlarcha beg'ubor bo'ladi. Nazarimda qaysi ustozga qarasam, har doim qaysidir jihati yoshligini ko'rsatib turadi va bu bilamanki yoshlar bilan har doim ishlaganini anglatadi. Shuning uchun ham ustozlar mashaqqatli kasb, lekin o'ta sharafli. Shuning uchun ham mashaqqatli bo'lsa kerak deyman. Sharafli tomoni uni har doim beg'ubor yurishida, yoshlarning fikri bilan hamohang yurishida, yoshlarda pand o'qit berish bilan haligi nima deydi, juda ham tog'dek g'ururlanib yurishida bo'lsa kerak. Har bir insonga ustoz kerak. Albatta. Ustozsiz bo'lmaydi, to'g'rimi? Sizda ham ustozlaringiz bor. Albatta. Ustozsiz bu jamiyatda biron bir u xoh injener bo'lsin, xoh uchuvchi bo'lsin, xohlagan sohaga qarasangiz, albatta uni ustozi bor. Shuning uchun har bir insonning ustozi bo'lgani yaxshi deb bilaman. Qadimdan ham qarasak, masalan, ikkinchi ustoz nomi bilan mashhur bo'lgan o'sha Farobiy ustozlarimiz, yoki muallimiz As-Soniy nomi bilan, yoki Aristotelni agar tarixda e'tibor qaratsak, bu ustozlar bundan necha ming yil ilgari ham ustozlik sharafiga ega bo'lgan. Shu darajagacha masalan ustozlarning sharafli bo'lishi shunday buyuk ustozlarning borligida deb bilaman. Va albatta va ularni ustoz darajasidagi o'gitlarni biz hali hamon o'qib o'rganamiz, to'g'rimi? Hayotimizga tatbiq qilamiz. Zilola opajon, bilasizmi, Taskin loyihasini o'ziga xos an'analari bor. Bu har bir sonda biz ma'lum bir yo'nalishni tanlaymiz, yana bir ma'lum bir mavzu asosida suhbatlarni quramiz har bir psixolog bilan birgalikda. Va keling bugun sokinlik haqida, ko'ngil xotirjamligi haqida gaplashsak, nima deysiz Zilola opajon? Nima uchun ba'zan insonlarda bugungi kunda o'sha sokinlikni, o'sha tinchlik, xotirjamlik xuddiki yo'qolib qolgandek bir taassurot uyg'otyapti ba'zi insonlar. Nima uchun biz shu sokinlikni kamroq uchratyapmiz? Hammada ham emas albatta. O'zim ham gohida o'ylab qolamanda, ayrim insonlarga qarayman, qanaqadir jaholatda, qanaqadir depressiyada, qanaqadir alamzadada bo'ladi. Lekin bu hayot juda ham qisqa-ku, qarang. Juda qisqa vaqtda yashab o'tamiz. Shu qisqa vaqt ichida shunaqa holatda yurishga arziydimi inson uchun deyman. Inson har doim bu hayotdan zavqlanib yashash kerak. Agar biz yashaydigan mana shu 100 yillik umrimizni koinotiy vaqtga qiyoslasak, mana shu kiprigingizni bir qoqib ochguncha bo'lgan davr ekan. Qarang, bu qanchalik qisqa davr. Ammo shu qisqa davr ichida biz qancha mashaqqatli yo'lni bosib o'tamiz, o'zimizdan qancha yaxshi ishlar qoldiramiz. Lekin ming afsuski, oramizda shunday insonlar ham bor. Albatta, ularda nima deydi, mana shunaqa har bir ishni qaysidir bir yomon jihatini, qing'ir tomonini qidirishga harakat qiluvchilar bor. Albatta, ularga aytardim, hayot qiziq. O'rtasi chiziq, bo'lmasa chiziq bo'lmaydi, bu qadar qiziq. Ularni mana shu qisqagina vaqtda mazmunli o'tkazmasdan, balki behuda vaqtga o'tkazishiga achinaman. Inson qisqa vaqtda ichida ko'p narsaga erishishi kerak deyman.
Keling mana Madinaxon, sizni bir yerdan ko'tarib ko'raman. Fazoga bir sayr qilaylik. Yer cheksiz samo qa'rida, nari borsa bir garddir, bir changdir. Cheksiz samo qa'rida yer sayyorasi deyarli yo'q. Uni yonida turgan eng katta yulduz bu bizning quyoshimiz. Endi boshqa yulduzlarni yoniga yetib borish uchun million yillar yetmas. Lekin shu cheksiz samo qa'rida yurgan o'sha gard ichida 8 milliarddan ko'p inson yashaydi. Odamlar yashaydi. Gard ichidagi bu insonlar o'zi gard ichidayu yana ham ayrimlari kimnidir qalbini yaralaydi, kimnidir jarohatlaydi, kimgadir hasad qiladi, kimnidir moliga xiyonat, kimnidir joniga xiyonat qiladi. Kerakmi shu deb o'ylab qolaman-da. Biz shunchalik keng samoga biz o'zimizni qiyoslasak hech narsa emasmiz. Bizga berilgan bu umr juda qisqa. Bu umrdan faqatgina mazmunli, faqatgina kerakligina jihatidan foydalanishimiz kerak va mana shunday o'zimizni izimizni qoldirishimiz kerak. Nazarimda bu hayot katta bir o'zimizni tilga tushuntirganda do'kon, korzinka. Buni ichiga kirdingiz, xohlagan narsangizni xarid qilyapsiz, ammo chiqmoq bor. Chiqqanda albatta kassani oldiga kelasiz. Har bitta olgan narsangizni hisobini berasiz. Shuning uchun ham 4 kunlik dunyo deb bo'ldi ovoza. Shu 4 kunlik dunyoda yashaylik toza. Bejizga aytilmaganda, qisqa davr ichida faqatgina inson yaxshi yashashga qodir bo'lish kerak. Zilol opajon, albatta har bir insonga qo'yib bersangiz mana shu hayot tashvishlaridan o'zini bir chekkaga oladida va o'sha sakinat ichida yashashni boshlaydi. Lekin biz istaymizmi yo'qmi bu hayot, uni oq chiziqlari, qora chiziqlari bor, unga yondosh rang-orang chiziqlar ham bor, to'g'rimi Zilol opajon? Qanday qilsak biz o'sha bizni ko'nglimizni xira qiladigan vaziyatlardan o'zimizni himoya qila olamiz? Keling, bu savolga javobni reklamadan so'ng olamiz. Kelishdikmi? Tomosha qilamiz. Keling. Tez kunda yangilikning qaynog'i bo'ladi. Hozircha esa reklama. Boyitilgan xilma-xil ta'mlar, xushbo'y va takrorlanmas ziravorlar va albatta noyob ta'mlar uyg'unligini siz faqat Atabekov kolbasalardan topasiz. Atabekov, sinalgan sifat. O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib, davo usluplarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan va tibbiyot fanlari nomzodi Omon Xajayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Monada Omon klinikasida davom ettirilmoqda. Klinikada Omon Xajayevning ishonchini qozongan shogirdlari sidqidildan ustozning ishini davom ettirishmoqda. Monada Omon shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm gacha, bel sohasidagi 6 mm gacha bo'lgan disk grijalari, birinchi va ikkinchi darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel, qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz, Shvetsariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monodomon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Eslatib o'tamiz, Monodomon shifo klinikasi noyabr-dekabr oyida 10% chegirma e'lon qiladi. Hozirgi kunda bizning Seruzbay guruh korxonamiz dunyoning yetakchi quyosh panellarini ishlab chiqaruvchilari bilan, invertor ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlik qiladi va O'zbekistonda aholi va tashkilotlar uchun quyosh panellarini o'rnatish, servis xizmatlarini ko'rsatadi. Korxonamiz tomonidan o'rnatilgan stansiyalarga biz 5 yil davomida kafolat beramiz. Undan tashqari monitoring va servis xizmatlarini sifatli va davomli qilib beramiz. Quyosh panellarini o'rnatsangiz 3 yil 4 yildan keyin sizga tekinga tok olib kelishni boshlaydi. Faqat shunaqasi bor. Borini olsangiz-chi. Boshqa joydan topa olmaysiz? Tanlov kerakmi? Uzun market aravasiga kiring. Smartfonlar bormi? 5000 dan ortiq turi bor. O'yinlar uchun katta ekranli, selfiga mo'ljallangan va ko'plab boshqa smartfonlar. Narxlari-chi? Narxlar arzon va nasiyaga olish mumkin. Smartfonlarning katta tanlovi. Masalan, Honor X9B smartfoni 3 689 000 so'm.
ishoning, judayam qaynoq bo'ladi. Azizlar, biz yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Lolajon, xalqimizda ham shunday gaplar bor, jahl chiqqanda aql ketadi deb. Mana shunday vaqtda, jahlimiz chiqib turgan paytda o'sha aqlimizni qanday bir boshqarishimiz mumkin? Imkoni bormi o'zi bu narsani? Eng kuchli inson qanday inson? U inson bilagi kuchga to'lgan zabardast inson emas, balki jahli chiqqanda jahlini ushlay biladigan, tiya oladigan inson kuchli bo'ladi. Jahl chiqqanda depressiya holatida hammada har xil bo'ladi. Ular hamma ham ushlab qola olmaydi, ammo kimlardir shunga qodir bo'ladi. Jahl chiqqanda bilasizmi, Madina, masalan, sizga kimdir g'azab qildi, sizni kimdir jahlingizda chiqardi. O'shanda shunchaki unga kulib qo'ying. Bu juda qiyin-ku, Lolajon. Siz haqsizlik, shuni o'zi g'alaba bo'ladi. Chunki qanchalik sizni ma'naviy dunyoqarashingizga teng bo'lmagan inson bilan qanchalik bahslashsangiz, qanchalik kurashsangiz, shunchaki sizni ma'naviy dunyoqarashingiz unikiga tenglashib qoladi. Agar u bilan tenglashmasdan, u bilan shunchaki haligi o'sha chuqur nafas olib, nafasingizni ichingizga ushlab turib, 10 gacha sanab ichingizga, keyin ohista chiqarib turib, o'sha bo'ldi, uzr, mendan o'tdi deb sizda ayb bo'lmasa-da iqror bo'lishlik bu g'alabadir. Yuriy Nikulin aytganda, bitta haligi fikrini aytmoqchiman. Dushmanlaring uchun shunchaki baxtli yasha. Shuni o'zi yetib ortadi. Ular bunga chidasholmaydi, to'g'rimi? Unga chidasholmaydi. Chunki bu eng yaxshi xususiyatdir. Jahl chiqqanda albatta shunchaki kulib qo'yish kerak. Menda ham shunday holatlar bo'ladi. Masalan, gohida xo'jayinim jahl qilib qoladi, gohida bolalarimdan. Shunda shunchaki kulib qo'yib, yoki o'sha xonadan chiqishim kerak, yoki o'zimni bir boshqa kontaktni uzish kerak, shu inson bilan tezda. Chunki o'zi azaldan bir naql borda, bir gapdan qoling deydi. Bir gapdan qolsangiz, olam guliston-ku. Nahotki bizni atrofimizdagi odamlar, ayrimlar bilmadim ular nimani isbotlamoqchi bo'ladi, tinmasdan bahslashadi. Tinmasdan o'sha o'zini haqligini ko'rsatadi. Aslida bu yutqazish bo'ladi. Nazarimda shunday. Bahslashish o'sha vaziyatda bu yutqazishdan darak beradi. Nazarimda shunaqa. Chunki bu haqiqatda o'sha insonning mag'lubiyatidir. G'oliblik jimlikda, sukunatda, jim turib tahlil qilishda, shunchaki jilmayishda, shunchaki kulib qo'yishda. O'zini isbotlash uchun. Demak, siz ham o'zingizni, hayotiy tajribangizni mana shu narsalarni qo'llab turasiz, to'g'rimi, Lolajon? Albatta, har doim shunaqa qilaman. Faqat kulib yengaman hamma narsani. Ajoyib. Va bilasizmi, o'sha sokinlik haqida biz gap ochdik. Nima uchun bu mavzuni tanladik? Chunki bizga yurtdoshlarimizdan juda ham ko'pgina savollar kelgan va qarang, bugungi kunda o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi go'zal hayotni barchamiz kuzatyapmiz. Kimlardir havas qiladi, kimlardir hasad qiladi va qaysidir bir insonni chiroyli, baxtli, shodliklarga to'la kunini kimdir olqishlaydi. Bizga ham nasib etsin degan fikrlarni baralla ayta oladi va aksincha kimlardir o'sha baxtli kundan ham qandaydir bir salbiy jihatni topib, o'shani kommentariyada, ya'ni izohda yozishga harakat qilishadi. Nima uchun bugun shu qadar heyterlar ko'payib ketdi? Bu insonlar kimlar o'zi? Kimlar o'zi? Bu insonlar aslida muvaffaqiyatga erisha olmaydiganlar. O'z yo'lini topa olmaydiganlar, hayotda mazmuni yo'q insonlar. Hayotda maqsad, maslak qilgan har bir inson bunaqangi haligi salbiy tomonlarga ahamiyat qaratmaydi va o'sha bilan behuda, besamar ishini, vaqtini o'tkazmaydi. U uchun eng yaxshi yo'l o'sha qadam tashlab, olg'a intilib, yanada yuksalish uchun harakat qilmog'idadir. Endi o'sha kommentariylarda salbiy narsalarni keltiruvchilar, nazarimda ularning aksariyati o'zga yurtdadir. Aksariyati o'z yurtini sog'inchi bor-u, kela olmaydi. Aksariyati muvaffaqiyatga erisha olmayapti. Qanaqadir ishlarni o'zi yurishtira olmaydigan har bitta ishda nimanidir sabab qilib ko'rsatadi. Aslida sababchisi o'zi-ku. Bu insonda yashaydigan har bir inson, bu hayotda yashaydigan har bir inson o'zini boshida keladigan har narsada o'zi sababchi bo'ladi. O'sha yaxshi tomoniga intilish kerak, havas bilan yashash kerak, hasad bilan emas, balki
kimgadir o'sha yomon jihat emas, balki unga ko'mak berish kerak. Do'stni qayerdan bilasiz? Og'ir boshingizga kulfat kelganda deydi-ku, o'sha paytda haqiqiy do'stni, haqiqiy insonlarni ajratmoq mumkin-da. Men bunaqa kommentariyalarga ko'p ahamiyat bermayman va mana shunday kommentariyalarni yozganlarni barchasiga bitta fikrim bor. Bu hayotda faqat maqsad toping, bitta yo'l toping o'zingiz uchun. Shunaqa bir ish qilingki, bu ish siz uchun manfaat keltirsin. Faqat o'zingiz uchun bu hayotda, masalan, sizdan kuchli insonlar bor. Balki u qo'shningizdir, balki u amakingizdir, balki u qaysidir bir sinfdoshingiz, o'rtog'ingizdir. Lekin undan-da siz kuchli bo'lishingiz mumkin-ku. Shunday insonlar bor-da, nahotki ular o'zlari o'shalarga qarab turib havas qilib intilmaydi. Bu hayotda insonning ongi, masalan, birgina miyamiz. Qarang, qanchalik mukammal. 2,5 million terabaytli o'sha fleshkaga qiyoslayman. Lekin qo'lingizdagi iPhone Pro X Max 16 1 terabayt. Siz miyangizda eng qimmat telefonni qayerdan topasiz? Nima uchun biz o'shanday qimmatbaho narsaga ega bo'lib turib, qanaqadir bir salbiy jihatlarga ahamiyat qaratamiz? Bu kerakmi? Zilol opajon, biz jonli efirdamiz va bizda qo'ng'iroq bor. Keling, qabul qilamiz va o'zingizni o'sha psixologik ko'magingizni ulashsangiz. Assalomu alaykum. Jonli efirdamiz. Marhamat, savolingizni assalomu alaykum. Men Zilolaxonga savolim bor edi. Assalomu alaykum, Zilolaxon. Assalomu alaykum. Men bir savolim bor. Qarang, bir xil insonlar bor-da. Sizni orqali ish qiladi masalan-da, men orqali meni etib turib ish qiladi-da, yolg'on gapirib. Bu insonlarni qanaqa qilib psixologik bularni to'g'rilash mumkin? Men hayron qolaman-da, mana masalan, bitta insonni ro'kach qilib turib ishini bitirib oladi-da. Lekin u inson gapirmagan gapini gapirdi deydi. Ularni qanaqa qilib psixologik tarbiyalasa bo'ladi? Rahmat kattakon savol uchun. Iltimos javob bering. Zilol opajon, javob bering, iltimos. Biz ham bilib olaylik. Rahmat kattakon qo'ng'iroq uchun. Bir ikkita savollar bermoqchi edim. Mayli. Endi so'ramoqchi bo'lganim shu ediki, o'sha insonni o'zingiz bilasizmi yoki xavfsizlik kimdan gumoningiz? Agar o'sha insonni bilsangiz, kimligini, ozgina bo'lsa-da o'sha haqida sizga shu aytganligi haqida ma'lumot bo'lsa, shunchaki uni oldiga kulib, siz o'sha narsasini aytmang, balki o'sha qilgan ishini, balki aksincha ish qiling. Unga yaxshiroq mulozamat ko'rsating, unga boshqacharoq e'tiborda bo'ling. Ya'ni tosh otganga osh ber demoqchisiz. Xuddi shunaqa. Tosh otganga osh ber. Unga yaxshiroq o'sha qilgan ishidan o'zi uyalsin va o'sha qilgan ishidan afsus cheksin. Bu hayot bamisoli charxpalak. Balki bu sizdan unga hech narsa emasdir, balki unga qayerdandir albatta charxpalak aylanib qaytadi. Siz faqatgina bunga bee'tibor bo'lganingiz yaxshi. Bunga ahamiyat bermaganingiz, balki o'shani bilganingizda ham uni shunchaki bu ishidan xafa emasligingizni unga aytganingiz ma'qul deb bilaman. Shundagina u o'zi qilgan ishidan afsuslanib, sizga bo'lgan mehri, sizga bo'lgan hurmati yana ham oshadi. Nazarimda shu eng to'g'ri yo'l. Albatta, bilasizmi Zilol opajon, aynan mayda insonlar bilan maydalashasan, to'g'ri. Ulug' insonlar bilan yuksalasan deb bejiz aytishmaydi, to'g'rimi? Agar mana shu vaziyatda o'sha konfliktni davom ettiraversa, inson o'zi ham shu tubanlikka tushib qolganini sezmay qoladi. Lekin mana shu bizga yo'llangan savolni mazmuni rostini aytsam, men o'zimga ham qiziqdi. Nima uchun shu inson qo'rqmaydi-da, deylik, meni dugonam bor, meni nomimni sotib, falonchi shunday dedi, men eshitdim, o'sha davrada bo'ldim, ha, rostdan shuni aytdi deb qo'rqmasdan aytishadi. Vaholanki shunday vaziyat bo'ladiki, o'sha gap aylanib baribir men o'zimga yetib keladi. To'g'rimi? To'g'ri, bilasizmi? Shuni bila turib ham mana shunday gaplarni aytishadi-da. Bizni shu o'rtaga qo'yishdan, bizni orqamizdan ish qilishdan qo'rqishmaydi. Bilasizmi, siz haqingizda mana shunaqa ish qiladiganlar, ular sizdan bir qadam orqada insonlardir. Siz har doim ulardan bir qadam oldinda bo'lishsiz, balki ularni biroz g'ashiga tegadi, balki jahlini chiqarayotgandir. Balki mana shu savol bergan qizimiz o'sha gapirgan qizga qaraganda latofatliroq, nazokatli, omadli, ma'naviy yuksak, dunyoqarashlari kengdir. Balki qaysidir jihatdan ustun jihati borki, o'shalarni nomini biroz
birozgina haligi pastga urish uchun o'zlariga taskin topadi. Lekin bu ularga hech qanaqa taskin bo'lmaydi. Chunki u albatta qing'ir ishni qilig'i deydi-ku, baribir aylanib o'ziga qaytadi. Bu shunchaki uni sezsangiz, shunday inson siz nomingizdan ish qilayotganini bilsangiz, uni yuziga hech qachon buni aytmang. Aytish kerak emas. Yo'q, aytmang. Shunchaki o'shani bildingiz-u, mana shunaqa bo'lsa nima bo'lardi, mayli deyman degandek, xuddi bu narsani eshitmaganga olib, shunchaki uni ulug'lab gapiring. Shundan o'zi xijolat bo'lib, o'zi balki uyalar, balki o'sha sizga bo'lgan keyingi mehri yana ham kuchliroq bo'lar. Bu menimcha bunaqa insonlarning mehri bizga kerakmi degan savol ham tug'iladi-da. Endi bu gapni gapiradigan inson sizni yaqin insoningiz bo'ladi. Begonadan qidirmang uni. Bu singlimizga ham kim ularni nomidan ish qilayotgan bo'lsa, ularni qadrdoni balki har kun ko'rarsiz uni. Yaxshi biladigan insonlar. Yaxshi biladigan, balki birga ishlarsiz, yonma-yondir, balki yaqin dugonangizdir. Bejizga bu ishni qilmaydi-da. Albatta u inson siz bilan har doim hamnafas bo'ladi. O'shalardan kutish mumkin. Begona hech qachon sizga ikkilik qilmaydi. Atrofingizdagilar bo'ladi. Ba'zan o'sha do'stlarni bizga ko'ksimizga uradigan xanjari bu juda ham og'riqli bo'ladi. Bizni nimtalab, parchalab yo'q qilib yuboradi do'stlarniki. Eng yomoni bu. Chunki biz haqimizda juda ham ko'p ma'lumotga egalar, dardlarimizni, sirlarimizni bilishadi, to'g'rimi? Eng yomon, eng achchig'i do'stlarning xiyonati. To'g'ri, eng yomonlik bu do'stdan chiqqan xoinlikda. Chunki sizni bor siringizni bilib, haligi siringizni sotishlik bu eng yomon. Shuning uchun aytishadi, siz menga do'stingiz kimligini ayting, men sizga sizni kimligingizni aytaman deydi. Lekin do'stlar o'ziga o'xshash kerak bir-biriga. Xoinlar kamdan kam bo'ladi. Haqiqiy do'st bo'lsa, u xoinlik qilmaydi. Qarang, Zulfijon, yaqinda bir fikrni o'qib qoldim-da, ayniqsa ayollar borasida gap ketyapti-da. Agarda ayol yolg'iz bo'lsa, do'sti yo'q bo'lsa, yon atrofida hech qanday bir dugonalari bo'lmasa, bilingki, bu ayol juda ham kuchli ayol. Chunki unga hech kimni maslahati, hech kimni daldasi kerak emas. U yolg'izmi, bilingki, u juda ham kuchli. To'g'ri. Bunga qo'shilasizmi? Albatta, yolg'iz ayol u o'zi uchun ham turmush o'rtoq bo'ladi, ham ota bo'ladi, ham aka, har jihatdan farzandlari uchun ham ota vazifasida u juda kuchli bo'ladi. Yo'q, men aynan do'stsiz ayolni nazarda tutayotgandim. O'zini sirlarini hech kimga aytmaydigan, faqatgina o'zini kuchiga ishonadigan. Endi do'stsiz ayollarda men endi kuchlilikni qaysi nazarda ko'raman? Buni ma'naviy yuksalishda ko'rmayman. Baribir yaqini bo'lish kerak insonni. Kerak, hech bo'lmasa jigari, opasi, akasi, qadrdoni, onasi yonida kimdir bo'lish kerak. O'ziga hech kimni yo'latmasdan yolg'iz bo'lgan insonni kuchli deb sabab keltira olmayman. Kuchli emas, men uni kuchli deb ayta olmayman. Uni kuchliligi nimada? Uni haligi yolg'iz turib, butun hamma fikrini o'zi to'g'ri deb bilishida, hamma narsada o'zi qaror chiqarib, yolg'izlikda shu qarorlarning haq ekanligiga o'zini o'zi ishontirib qo'yganida, shunaqaligida aslida baribir insonni yonida qanaqadir sirdoshi, ham suhbatdoshi, yolg'iz ayol deganingizda hech bo'lmasa turmush o'rtog'i yonida bo'lishi kerak. O'shandagina uni kuchliligi, ma'naviy jihatdan yuksak kuchliligi o'shanda ma'lum bo'ladi. Rahmat fikrlaringiz uchun va boyagi o'sha fleshka haqidagi fikrlaringiz qiziq edi. Men to'xtatib qo'ydim. Davom ettirsak bo'ladimi, Zilola opa? Demak, miyamizni eng kuchli xotira manbaiga qiyos qildingiz. Men shunday qiyoslab talabalarga tushuntiraman-da. Albatta, auditoriyaga kirib leksiya, ma'ruza o'qiganingizda 150, 75, 100 dan oshiq masalan talabalaringiz o'tiradi, barchasi sizga mahliyo bo'lib turadi. Shular orasida kimlargadir baribir psixolog ko'zingiz tushadi va ular sizni ma'ruzangizga emas, balki telefonda bo'lishadi. O'shanda o'sha vaqtda birozgina ularning qo'lidagi telefondan ko'rasiz. Aqli, o'sha miyasi, ongi mukammal ekanligini eslatish uchun aytaman. Bu birgina miya, ko'zimizchi. Har jihatini qiyoslasangiz, bu inson mukammal. Bu insonning har jihati har narsadan qimmat, bebaho. O'sha fleshka deganimda aytaman, masalan, tush ko'rasiz,
bir ko'rib ketadi. Eng uzun tush 4 sekunddir bu balki, to'g'rimi? Bular o'sha xotiramizda deb o'ylayman-da, shunchaki aks etib ketadi. Inson o'ta mukammal, uni miyasi har narsada qodir. Biologik nuqtai nazardan qarasak 100% miyamiz ishlaydi, ammo majoziy ma'noda yondashsak, biz uni bor yo'q 3% ni ishlatamiz deb o'ylayman. Qolgan shuncha foizini haligi svejiy holatda ushlab turibmiz. Qanchalik yomon. Bu miyamizni ishlatsak, qanchalik bu ishlatganingiz sari shunchalik chiniqib ketaveradi-da. Yana ham qiziqishlaringiz, insonda hamma narsa mujassam. Birgina chaqaloq, dunyoga kelgan chaqaloq 10 kunga qadar 3600 ta tilga gapira olar ekan. Tasavvur qiling. O'sha 10 kun davomida u chaqaloqqa siz ona qaysi tilda gapirsangiz, o'sha til bilan gapirib ketadi. Unda hamma narsa mujassam. Yaratgan insonni shunday bekam ko'z qilib yaratadi-da. U umri davomida ham shu narsalar bor, faqat u qotib qoldi. Agar biz ishlatsak, uni yana ham haligi nima deydi, ishlov olib borsak, albatta charxlasak, albatta u natija beradi. Shuning uchun ham 2,5 million terabaytli fleshkadan foydalaning deb. 2,5 million baytli fleshka qayerda bor? Umrimiz davomida 100 yil yashasak, bor yo'g'i shuni 5 terabaytini zayd qilamiz, band qilamiz, qolganichi. Lekin kimlardir borda, mana shu narsam bo'lar bo'lmas narsada to'ldirib qo'yadi. Keyin aytaman, ayrim joylarni o'chirib tashlash kerak, abnavit qilib turish kerak deb o'zini tilida tushuntiraman. Chunki baribir ular uchun telefon qo'lidagi anaqa o'sha planshet, iPad dedim, ular uchun mukammal deb tuyuladi. Albatta. Ustozga teng kelmaydi. Ya'ni sizlar biz aytmoqchisizki, o'sha ong detoksini ham amalga oshirib turish kerak, to'g'rimi? Albatta, albatta. Nimalarga e'tibor berish kerak bunda sizlar? Ongni ko'proq harakat foydali narsalarga ishlatishimiz kerak. Albatta, ongimiz, miyamizda albatta faqatgina foydali narsalarga e'tibor qaratish kerak. Masalan, farzandimizga kitob o'qi deymiz. O'qi kitob, nima uchun kitob o'qimaysan deysiz yoki har kuni sen kitob o'qishing kerak deb unga haligi qanaqadir bir tazyiq o'tkazamiz. Lekin unga aytmasdan turib, shunchaki o'zimiz har kuni 2 soat kitob o'qishimiz kerak. Farzandlar buni kuzatish kerak. O'shandagina o'sha bolani ongida o'sha kitob o'qish instingi shakllanadi. Bolani o'zida, masalan, o'sha aytganini emas, balki ko'rganini bajarishi borda, ongni ishlatish shu nuqtai nazardan yoki yosh go'dak. U masalan yoshligidan siz o'zingiz kasbingizni farzandingizga yuqtirishni xohlaysiz va shu kasbdan ketishini xohlaysiz. Shu kasbga yo'naltirasiz. Balki u farzandingizga kasbga bo'lgan ehtiyoj yo'qdir, boshqa narsaga qiziqar. Shuning uchun masalan yevreylarni birozgina men keltiraman, shu millat vakillari 5 yoshga to'lgunicha bolasiga hamma o'yinchoqni berib o'ynatadi. Va o'sha o'yinchoqlar ichida qaysi birini ular sevib o'ynaydi farzand, faqat o'shanga yo'naltiradi. Qarang qanchalik. Masalan, balki u shaxmat donalari ichida shaxmatni o'rganar, u boshqa kasbga yo'naltirmaydi. Bo'ldi, bu shaxmatist bo'lish kerak. Faqat shaxmat bilan shug'ullantiradi. Shuning uchun farzandni yoshligidan o'zi kerak bo'lgan, haligi qiziqadigan kasbi bo'ladi. O'shanga yo'naltirib borsa, ongi ham shu darajada kengayib boradi. Yana bir jihati, bola shaxsga aylangunga qadar 3 yoshgacha shaxs bo'ladi. Kimdir 1,5 yoshida, kimdir 5 yoshga ham shaxs bo'lmas balki. Ammo hozirgi intellektual rivojlanish davrida farzandlarimiz 1,5 yoshga уже shaxsga aylanib qolyapti. Shaxs degan tushunchaga ham biroz izoh beraman. Qanday bilasiz farzandsiz shaxs bo'lganini? Keling, buni qadrli albatta tomoshabinlarimiz reklamadan so'ng bilib olishadi. Ko'ramiz. Qimmatli vaqtingizni sifatli reklamaga sarf qilmoqchimisiz? Unda bizda reklama. O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib, davo uslublarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan va tibbiyot fanlari nomzodi Omon Hajjayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Monada Omon klinik
klinikasida davom ettirilmoqda. Klinikada Omon Xojayevning ishonchini qozongan shogirdlari sidqidildan ustozning ishini davom ettirishmoqda. Monodomon shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm gacha, bel sohasidagi 6 mm gacha bo'lgan disk grijalari, birinchi va ikkinchi darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel, qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz, Shvetsariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monodomon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Eslatib o'tamiz, Monodomon shifo klinikasi noyabr-dekabr oyida 10% chegirma e'lon qiladi. Translyatsiya bosh homiysi Agrobank. Biznesingiz uchun Xalq bankidan mol-mulk garovi evaziga 100 million so'mgacha kredit rasmiylashtiring. Goaga muntazam aviaqatnovlar. Uzbekistan Airways, Markaziy Osiyo qanotlari. Kukmara idishlari bilan nonushtangiz yanada mazaliroq. Kukmara Rossiyada ishlab chiqarilgan. Turon bank kartalariga MyTuron ilovasi orqali onlayn buyurtma bering. Kia Sonet. Yangi liderlar davri kelmoqda. Hayotingizning har bir qadamini quvonch bilan to'ldiradigan makon. Newport, telefon 1329. Rasulov eshiklari, xonadoningiz ko'rka. Meyfudan yangilik hamyonbop Skiff kir yuvish geli. Skiff. Bonzon, yanada mazali. Paradik. Avantika shifokor. Stix yoqadi senga ham Stix, o'ylama tatib ko'r, Stix bilan doim zo'r. Zifler kir yuvish mashinasini endi atigi 2 million 800 ming so'mdan xarid qiling. Allergiya alomatlaridan cho'chimang. Avitset, mening lug'atimda allergiya so'zi yo'q. Teringizga g'amxo'rlik qiladigan sovun Olivia. Do'konlardan so'rang. To'xtaniyoz ota, sevimli tam. Yangi qo'yliqdan do'kon yoki xonadon xarid qiling va 10 ta Gentra avtomobillardan birini yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Farzandingiz terisini tabiiy himoya qiladi. Giggles, kichkintoylar uchun qulay himoya. Barakali Ezo kir yuvish kukuni yanada ko'proq kir yuvishga yetadi. Uno momento, siz sevgan kapuchinodan endi 3 tasi birda. Xiyol, teringiz uchun tabiiy nafislik. Paradik. Avantika shifokor. Translyatsiya bosh homiysi Agrobank. Biznesingiz uchun Xalq bankidan mol-mulk garovi evaziga 100 million so'mgacha kredit rasmiylashtiring. Milanga muntazam aviaqatnovlar. Uzbekistan Airways, Markaziy Osiyo qanotlari. Turon bankdan hisob raqami ochib, biznesingizni masofadan boshqaring. Kia Sonet. Yangi liderlar davri kelmoqda. Bonzon. Mazasiga gap yo'q. Paradik. Avantika shifokor. Stix yoqadi senga ham Stix, o'ylama tatib ko'r, Stix bilan doim zo'r. Yaxshiyam Trimol mavjud. Bosh og'rig'imi? Shunchaki Trimolni tanlang. His tuyg'ularga boy ko'ngilochar makon. Newport, telefon 1329. Olivia Men Expert antiperspirantlari. O'zingga mosini tanla. Olivia. 185 sm muzlatgich, 409 litr. Zifler. Uyqusizlik, xavotirlanish, ayniqsa homiladorlik vaqtida toliqish, stressi bor, stress yo'q. Rasulov eshiklari, xonadoningiz ko'rka. Migrafen Kiddo. Kasal bo'lma bolajon. Meyfudan yangilik hamyonbop Skiff kir yuvish geli. Skiff. Paradik. Avantika shifokor. To'xtaniyoz ota, sevimli tam. Yangi qo'yliqdan do'kon yoki xonadon xarid qiling va 10 ta Gentra avtomobillardan birini yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Farzandingiz terisini tabiiy himoya qiladi. Giggles, kichkintoylar uchun qulay himoya. Ezo, barakali kir yuvish kukuni. Ezo, siz kutganingizdan ham ko'proq natija. Uno momento 3 tasi birda tayyor bo'ladi bir zonda. Siz sevgan kapuchinodan endi 3 tasi birda. Xiyol, teringiz uchun tabiiy nafislik. Faqat shunaqasi bor. Borini olsangiz-chi. Boshqa joydan topa olmaysiz? Tanlov kerakmi? Uzun market ilovasiga kiring. Kosmetika bormi?
60 mingdan ortiq turlari bor. Kundalik, ish, kechki pardoz va go'zallik uchun boshqa mahsulotlar. Narxlarchi? Narxlar arzon va nasiyaga olish mumkin. Kosmetikaning katta tanlovi. Masalan, Garnier Fructis shampuni 27990 so'm. Faqat shunaqasi bor. Qo'rini olsangiz-chi. Boshqa joydan topa olmaysiz? Tanlov kerakmi? Uzun market ilovasiga kiring. Smartfonlar bormi? 5000 dan ortiq turi bor. O'yinlar uchun katta ekranli, selfiga mo'ljallangan va ko'plab boshqa smartfonlar. Narxlarchi? Narxlar arzon va nasiyaga olish mumkin. Smartfonlarning katta tanlovi. Masalan, Realme Note 50 smartfoni 999 ming so'm. Faqat shunaqasi bor. Qo'rini olsangiz-chi. Boshqa joydan topa olmaysiz? Tanlov kerakmi? Uzun market ilovasiga kiring. Narxlarchi? Narxlar arzon va nasiyaga olish mumkin. Smartfonlarning katta tanlovi. Masalan, Realme Note 50 smartfoni 999 ming so'm. Qaynoqqina qahva, samimiy suhbatdosh va albatta siz sog'ingan qo'shiqlar. Xullas, xiyobonda ko'rishamiz. Zilolipa aynan o'sha farzandni shaxs sifatida kamolga yetish haqida o'shani aytmoqchi edim sizga. Masalan, shaxsligini bilishingiz uchun o'g'lingizga qarang, nazar soling. Uni o'sha Zigmund Freud nazariyasiga ko'ra meni shakllanadi. Men deydi hamma narsada. Masalan, sen aqlsiz bola bo'lding dedi. O'g'lim desa, "Yo'q, men aqlliman." "Voy, sen juda ham xunuksan, men chiroyliman." Demak, u shaxs. Unga shaxslarcha munosabatda bo'lish kerak. Endi buni qiyoslash uchun o'sha ongdan so'radingiz, ongda qanaqa qilib payrovlash kerak? O'sha shaxs bo'lgungacha u tinimsiz savol beradi. U tinimsiz siz bilan qiziqadi. Siz nafaqat siz bilan hamma narsaga, nima uchun bu telefon jiringladi, nima uchun bu rangi qora, bu oq emas, erinmasdan javob bering. Har bir javoblarda o'sha miyani pufak deb tasavvur qiling, shar. Ishiryapti. Siz javob bermasangiz, o'sha ishirilgan sharchalik qotib qoladi. Qancha ko'p ma'lumot olsa, u shunchalik miyasi o'sha ulg'ayganda haligi 2,5 million terabayt dedi, bu o'shani ishlatish imkoniyati ko'proq bo'ladi. O'sha hajmi kengayadi. Endi bu shaxsga aylangandan keyin o'zi bilan o'zi bo'ladi. Yangi mashina yoki bitta igrushka sotib olib berdingiz, uni buzib chiqadi-da, o'ylaydi, u shaxs bo'ldi-yu. Men hozir buni buzaman va qaytadan qo'ya olaman deydi. Lekin o'zida buzib qo'yib jam turadi. Qaytib qila olmaydi. Zilolipa kulayotgani xuddi men bizni uyda ham xuddi shunaqada bo'ldi-da. Undan xursand bo'ling. U bolangiz o'zini shaxs deb tasavvur qilyapti. Lekin men sizga mana pufak sifatida, shar sifatida qiyosladim. Bu shar bo'shliq-ku. Ichi vakuum bu. Uni tasavvur qilmaydi. Meni miyam shu sharcha deb tasavvur qiladi. Yillar davomida bu shakllanadi. O'sha pufakni to'rga qiyoslang, bo'ling, chorak qismlarga bo'ling. Va har choragini 10 yilda to'ldiradi. Endi 10 yoshli o'g'lingiz tasavvur qiling. Sizda goh-gohida, "Opa, sizni davringizda bunaqa bo'ldi, hozir mana bunaqa" deydi. Siz jim turasiz, "O'g'lim katta bo'libdi" deb. 20 yoshli o'g'lingiz tasavvur qiling. Kezi kelganda sizga biroz ayrim o'g'illarimiz qarshi gapirib boradi. 20 yoshda miya qismi yarmi zabt etilgan. Balki ona 40 yoshdadir, uni u tasavvur qilmaydi, bunaqa deb o'ylamaydi. O'sha to'lgan qismiga qarab o'zini shakllantiradi. Vaholanki 40 yoshda inson degan maqomga ega bo'lamiz. Lekin o'sha davrgacha baribir inson sevilish kerak. Chig'iriqdan o'tamiz, to'g'rimi? Keyin nima bo'ladi? Sizga savol tug'iladi. Endi xuddi o'sha chorak qismlarni o'chirib boravering. 50 yoshda 3 tasi qoldi, 60 yoshda 2 tasi o'chdi. Pastda. Endi 60 yoshli dodalarimizni tasavvur qiling. Sizni sani yoshingda bo'lsam-edi bolam deydi. Men mana shu ishni shunaqa qilgan bo'lardim-da deydi. Sababi uni miyasida 20 yosh aks etib turgan bo'ladi. Vaholanki 70 yoshda bitta qismi, 80 yoshda yana shaxsga aylanadi. Keyin aytamiz, bu dadam rosa injiq qarilada, yo'q, unaqa emas. Balki qarisi bor uyni parisi bo'ladi. Qari bilganni pari bilmas edi, bu bejizga aytilmaganda. Mana shu shaxs bo'lishga ham o'sha bolaga mehr berish kerak, sevgi, nima deydi, muhabbat bo'lish kerak-da. Shundagina bolamiz bizga nisbatan mehrli bo'lib shakllanadi. Onalarimiz ko'proq aziyat chekadi. Bolam menga mehri yo'q. O'zingiz o'ylab ko'ring-chi, onalar. Sizni mehr
o'sha vaqtida berdingizmi, hozirdan bering shuni. Ya'ni talab qilishdan oldin berish kerak Albatta, albatta. O'sha bola, to'g'ri, bola 5 yoshgacha podshoga murojaat qilgandek deydi. 15 yoshgacha qulga murojaat qilgandek murojaat qil. Undan keyin esa do'sting bilan gaplashgandek gaplash deydi. Bolangizni bir bag'ringizga bosib, quchoqlab, o'pib, erkalab qo'yishi hech ziyoni yo'q. Chunki o'shandan bola ko'proq farzandimiz taltayib ketmaydimi? Yo'q, yo'q. Aytganimizni qilmaydigan quloqsiz bo'lib ketmaydimi? Hamma narsani me'yori yaxshi, me'yorida. Nima deydi haligi qiz bolani yo'qchilik, o'g'il bolani to'qchilik deydi-yu. Pul berishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak, me'yor bo'lishi kerak. Me'yoriga qaralsa, hamma narsa joyida ketadi. Zilol opa, rahmat. Va mehr muhabbat haqida gap ochildi va bir narsaga ko'zim tushdi. Ba'zi mutaxassislar muhabbat, ya'ni sevgi, ishq o'sha yangi qurilgan oilada bor yo'g'i 3 yil yashaydi deb shunday tashxislar qo'yilayotgan ekan. 3 yildan keyin bilmadim, u muhabbat qayerga ketadi. Xullas 3 yil yashar ekan. Siz qanday qaraysiz? Bu gipotezami? Keling biroz bir sharhlab o'taman shu joyda. 3 yil yashaydimi? Balki umrboddir. Keling shunga biroz bir izoh berib ketaman. Turmushga chiqdi kelinimiz yoki o'sha nikoh bo'lib o'tdi. 1 yil nikoh bo'lganda qog'oz to'yi deb ataladi. 1 yil nikoh bo'lganda. Demak, qog'ozni yirtib tashlash yoki bloknotsiz birinchi varog'ini bunday yirtib tashlab ketish oson. Ajrimlarning eng ko'pi shu yilda sodir bo'ladi. Birinchi yilda demak. 3 yilda esa u qog'oz kartonga aylanadi. Endi qog'ozda yirta olmaysiz. Kartonni yirtish uchun albatta qaychi qidirasiz. Boshqa joylardan vaj qidira boshlaysiz. Topa olmasangiz ko'nikib balki yashab ketasiz. 3 yil deganingiz balki shundadir. Yo'q, unda ham emas. 5 yil to'lganda-chi, 5 yil to'lganda chinni to'yi deydi. Chinnini masalan bir joyi, masalan choyningizni jumlaga uchib qolsa, xunuk ko'rinadi. Uni chigalasangiz ham izi qoladi. Lekin undan ishlatasiz. Ya'ni dilingizni turmush o'rtog'ingiz og'ritdimi? O'sha qoladi qalbingizda. Lekin siz o'shani ichingizga qoldirmang. Imkon qadar o'shani o'zingizdan chiqarib tashlashga harakat qiling. Ichida qolgan har bir haligi salbiy narsa inson yuzida 40 yoshdan oshgan sari aks eta boshlaydi. Bitta chiziq ajin bo'lib, yana bir ajin bo'lib. O'sha qalbingizni kimdir jarohatladimi? Siz uni unuting. Qo'ying mayli. Shunchaki unga mayli. Siz haqsiz deng. O'shani unuting. Siz yosharib, go'zallashib yuraverasiz. Sizni qalbingizni og'ritgan insonda esa o'sha tugun shakllanib qoladi. Endi 10 yil to'lganda-chi, 10 yil to'lsa turmush qurganlarida bu atirgul bo'ladi. 10 yillik mana psixologiyada ham bor, 10 yil bir joyga muqim ishlasangiz, o'tdan bo'shab keta olmaysiz. Bo'shab ketishingiz ham yig'ilar bilan bo'ladi. Chunki adaptatsiya o'zi moslashib bo'lasiz bir-biringizga. Hali turmush o'rtoqlar ham, er-xotinlar ham bir-biriga moslashib oladi. Va o'sha 10 yilga atirgul to'yi bo'ladi. 15 yilda yog'och to'yi. 20 yilda esa temir, железный svadba deydi. 25 yilda esa kumush to'yi bo'ladi. O'sha 25 yillik kumush to'yi juda ko'pchilik nishonlaydi. Bu уже farzandlar ulg'ayib, tashvishlar ichida qolib, navarali o'shalar bo'ladigan shirin tashvishlar. Shirin tashvishlar. 50 yoshda bu oltin to'y, 75 yoshda brilliant to'y bo'ladi. Barchaga mana shu narsa ilohim nasib etsin. Sevgi 3 yil yashamaydi. Sevgi umrboddir. Vatanga bo'lgan sevgi, onaga bo'lgan sevgi, yorga bo'lgan sevgi, nima deydi, farzandsizga bo'lgan sevgi. Sevgisiz inson bu inson emas. Ayrim insonlarni ko'ziga, yuziga qarasangiz, jahldor bo'lib yuradi. Badjahl bo'lib, hech kim bilan urushma, hamma kulsa ham uni yuzida qanaqadir kulgi bo'lmaydi. Bo'lmaydi, qanaqadir mana bir qog'ozni turasiz oldiga borishga ham, gapirishga ham. Oddiy bir varog'ni g'ijimlab tashlab, otib yorib, keyin olib bundoq qarasangiz, qanaqa bo'ladi? Shunaqa odamlar borda jamiyatda. Sevilmagan ular. Demak, insonning hayotida sevgi bormi, yo'qmi, yuzidan bilinadi demoqchisiz. Albatta. Ko'zingiz yonib turadi, yuzingiz chaqnab turadi. Haligi go'zal bo'lib yurasiz. Har doim sevib, sevilib yurish kerak deb o'ylayman. Shu o'rinda qizlarga ham biroz men endi psixolog jihatdan aytaman, ko'p qizlarimiz sevgiga berilib ketadi, kerak emas deyman. Chunki ering sevsa, eling sevdi deyman. Qizlarimizni mubtalo bo'lib sevish kerak emas. Qizlarimiz shunchaki sevilish uchun yaralgandir. Ular turmush o'rtog'ini sevishini o'zi kifoya bo'ladi deb o'ylayman.
mayli ozgina jiz etsin yuragi, lekin turmush o'rtog'idek mukammal sevmasin. Shuning uchun ham erkak kishi ko'proq sevishi kerak demoqchisiz. Albatta. Shunda oila mustahkam bo'ladimi? Eling sevdi, shundagina mustahkam bo'ladi. O'sha qo'rg'oningiz haligi abadiy bo'ladi deb o'ylayman. Va o'sha mehr muhabbatli oilada farzandlar ham oqila bo'lib tarbiya ko'radi. Ma'naviy yuksak, tafakkurli, dunyoqarashi keng insonlarni shakllantirasiz. Va aksincha bo'lsa-chi, endi biz istaymizmi, yo'qmi, tangani ham ikkinchi tarafi bor, jamiyatda har xil oilalar bor. Shu muhabbatsiz yashaydiganlar ham bor-ku, to'g'rimi? Agar ularda ota-ona qistovi bilan deymizmi yoki uchinchi shaxs aralashuv bilan deymizmi, baribir oilalar dars ketgan vaziyatlar ham bor. Ularga qanday maslahat bergan? Ularni ham turmush o'rtog'ini sevmaydi yoki bularda sevgi yo'q demayman, chunki ular baribir bitta oilada yashaydimi? Masalan, shunaqa oilalar borda. Lekin sizlar bilasizmi, sevgi bor, bog'liqlik bor. Ana bog'liqlik. Bu ikki xil narsa-ku, to'g'rimi? Lekin o'sha bog'liqlik deysiz-ku, o'sha bog'liqlik degan joyda ham ozgina sevgi bo'ladi. Masalan, u qo'lida telefonida boring, ana shunaqa oilalar ham balki bordir. Ayoli o'tiribdi, choy qilib, unga ovqat qilib turibdi-yu, ammo qo'lidagi telefonida u boshqa ayol bilan gaplashyapti. Shunda bu ayoli rashk qilib, uni jahl qilib yoki telefonni olib sindirib yoki urush qilish emas, balki shunchaki o'sha turmush o'rtog'i u bilan gaplashsa-da, bu bilan bog'liq ekanligidan xursand bo'lish kerak. Bilasizmi, ayrim xotinlarimiz, ayollarimiz shunaqa o'zgarib qoladi-da. Turmush o'rtog'ini boshqa qizi sevib qolgani yoki shunaqa holat ko'rsa, keyin o'ziga qarashni boshlaydi. O'ziga oro beradi, o'zi kiyinib salonlarga boradi. Nima uchun shuni vaqtliroq qilmadingiz deymanda. Nega shuni vaqtliroq qilmaysiz? Har kuni, har doim turmush o'rtog'ingizni yonida o'sha guldek ochilib turishingiz kerak. Har kun o'shani yonida yangicha qirralaringiz bilan namoyon bo'ling. Unga masalan o'sha hayotiy narsalar bilan suhbat qiling. Turmush o'rtoqlarimizni o'zimizdan bezitib olishimizga yagona sabab haligi oilaviy tashvishlardan chetga chiqmasligimiz. Uyda bir narsa yo'q, u bo'ldi, farzandingiz mana bunaqa bo'ldi, o'g'lingizga mana bunaqa narsa kerak-da. Shunchaki o'sha turmush o'rtog'ingiz bilan yaqin do'st bo'lib gaplashsangiz, u turmush o'rtoq faqat o'sha xonadonga intiladi. O'shandagina mustahkam oila bo'ladi. Rahmat, rahmat. Azizlar, siz Taskin loyihasini tomosha qilyapsiz. Albatta, agarda sizni qiynayotgan savollar bo'lsa, biz jonli efirdamiz. Demak, malakali psixologdan ko'mak olish imkoniyatingiz bor. Demak, telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatayotgan yurtdoshlarimiz ham bor. Ulardan bizga savol kelibdi. Zilola, 16 yosh va 13 yoshli farzandlarim bir-biri bilan ko'p urushishadi. Nima qilsam ularni ahil qila olaman? deb onajon bizga SMS yuboribdilar. Ikkalasi ham o'g'il bo'lsa kerak. Balkim, lekin yozmabdilar. Chunki bu o'g'il bolalar, qizlar o'rtasida 13-16 yoshda unaqa ketmaydi. Bir-biriga ko'proq sir aytib, bir-biri bilan yaqin bo'ladi. Ko'proq o'sha o'g'il bolalar o'rtasida ketadi-da bu. 3 yil orada nima deydi? U darajada ham maligi katta aka deb bilmaydi-da. O'sha o'yin-qaro kenjatoy o'g'il ko'proq erkalanishi, otaning himoyasida, onaning himoyasida bo'lgani uchun haligi akasiga akadek qaramagan natijasida shunaqa holatlar sodir bo'ladi. Bu aynan shu yoshda bo'ladigan holat. Bularni endi masalan kanikul davrlarida, ta'til vaqtida bir oyga masalan buvisiniki biror joyga bittasini u yoqda qo'ysa, bir-birini sog'inishini kuzatasiz. Bir-biriga mehr uyg'ona boshlaydi-da. Chunki har doim ular birga yonma-yon bo'lib, nazarimda ota-onalarda ham ozgina ayb bor deb o'ylayman. Chunki bu ikkalasini haligi akani haligi akadek qilib ko'proq e'tiborda bo'lsa, ukamiz ham poslushniy anaqa bo'ladi. Unga itoatkor uka bo'lib boradi-da. U ikkalasini teng miqyosda ko'rishsa agar yoki solishtirish bo'lsa, ana akangni qara, sendan zo'r, sen shunaqa bo'la olmaysanmi desa, demak aka-ukani raqobatchi qilib qo'yish kerak emas. Shunaqa ham bo'lib qoladi oilalarda, o'shanday joylarda janjal bo'lishi mumkin. Bu faqat o'g'il bolalar o'rtasida bo'ladi. Agar opa bilan uka bo'lsa, 13 yoshli o'g'il bola 16 bo'lmaydi. Ko'pincha ikkita o'g'il bola ketma-ketlikda kelganlar orasida bo'ladi. Bu albatta o'tkinchi, inshaalloh. Albatta bolalaringiz bir-biriga mehr oqibatli bo'ladi. Faqat biroz vaqt kerak. Vaqt oliy hakam.
20-25 balki 30 yoshdadir. Shular orasida ko'proq g'amxo'rlik bo'ladi erta. Vaqtlar vaqt kerak demoqchisiz. Mana shu vaziyatda-chi, shu 13-16 yoshdachi ularga ko'mak berish maqsadida kim ko'proq yon bosish kerak? Otami, onami? Kim o'sha maslahatiga quloq soladi farzand? O'zi eng katta tarbiyachi oilada siz ayol 70% tarbiyani baribir onalar beradi. So'zsiz onalarga bog'liq bo'ladi eng katta ahamiyat. Qolgan 30% gina otani o'rni bo'ladi. Otamizda faqatgina otang kelsa shuni aytib seni jazolayman desa, salgina otadan hayiqish kerak bola. Farzandda. Endi bu ikkita haligi o'rtadagi muvozanatda ko'proq band qilish kerak. Masalan, 13 yoshli balki tilga qiziqar, balki matematikaga qiziqar, balki sportni qaysidir turi bilan band bo'lishni xohlar. O'sha bolalarni band qilmoq kerak. Har doim ularni masalan darsdan keyin to'garaklari, darsdan keyin shug'ullanadigan mashg'ulotlari bo'lsa, janjalga ham hojat bo'lmaydi. Janjal faqatgina o'sha oilada yolg'iz qolishganda yoki nimadandir bir talashganda, bekorchilikda, bir-birini haligi vaqtini kam ko'rganda, haligi charchab, darslarni qilib kelib uxlaganda bu janjallar o'tadi. 20 kun shunday holat ketsa, bu keyin urush janjal bo'lmaydi. 20 kunlik adaptatsiya davri borda, shunga moslashtirish kerak. Tushunarli. Va Zilol opajon, mavzuga yana bir karra qaytib o'tirgan bo'lsak, o'sha sokinlik masalasi dedik. Biz o'sha ruhiy sokinlikka erishishimizda kitobni roli qanchalik katta, Zilol opa? Kitobsiz bo'lmaydi. Kitob eng yaxshi do'st sizga. O'sha nima deydi, yolg'iz qolganingizda eng ko'p kitob mutolaa qilish kerak. Uni faqat telefondan emas. Faqat haqiqiy o'sha kitoblarni qo'lda olib o'qish kerak demoqchisiz. O'qish kerak. Kitob har doim inson uchun eng yaxshi do'st bo'lib kelgan. Chunki u sizga beminnat tafakkur beradi, beminnat ilm beradi, beminnat aql beradi. Masalan, ko'p bir o'zi qolgan insonlarda depressiya bo'ladi-ku, haligi jahlni kelib xodimlardan oladi, ishxonasidan oladi. Agar u rahbar bo'lsa, ishchilarni urishadi. Shunaqa holatlar bo'ladi. U yolg'iz bo'lsa agar, yolg'iz ayol bo'lsa, yolg'izlikda uyda qolgan bo'lsa, shunaqa holatlar bo'lsa, bilingki, ularda mana shu eng to'g'ri yo'l o'sha nima deydi? O'ziga ahamiyat u darajada qaratmaganligi bo'ladi. Haligi kitobni vaqtiga mutolaa qilmaganligi. Agar shunday yolg'iz qolganda kitobni ichida sho'ng'ib, kitoblar olamiga g'arq bo'lsa-chi, o'sha o'zidagi depressiyani ham, o'zidagi o'sha agressiv holatlarni ham hammasini chiqarib tashlaydi. Eng yaxshi do'st inson uchun kitobdir. Rahmat Zilol opa, jonli efirdamiz. Demak, bizda qo'ng'iroq bor, qabul qilamiz. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz, marhamat. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Meni bitta savolim bor edi. Meni 4 ta o'g'lim bor. Tez gapirish kerak ekan. Bitta o'g'lim o'tib qolgandi 2 yil avval. Shunda men o'zim stressda bo'lib, ikkita kichkinamga yaxshi qaray olmadim, yaxshi tarbiyalay olmadim. O'zim bilan o'zim bo'lib qoldim. Shunga mana 1,5 yildan keyin sekin asta qarasam, 3-o'g'lim, 19 yoshdagi o'g'lim sal burilish bo'lsa-da, o'zgarish bo'lsa, ko'proq yolg'on gapiradi. Gapirsam xafa bo'lib qoladi. Shunga nima nasihat qilasiz yo maslahat berasiz? Hech o'zim nima qilishni bilmayapman. O'tib qolgan o'g'illari bor edilar. Demak, farzandlari o'tib qolgan ekan va o'sha darddan mubtalo bo'lib vaqtni yo'qotib qo'yganlar va farzandlari bu yerda qarovsiz qolgan. 19 yoshli farzandlaridan so'rayaptilar. Assalomu alaykum xolajon. Endi har bir insonni boshida mana shunaqa yomon kunlar bo'ladi-da. Bunda juda tushkunlikka tushib qolish ham kerak emas deb o'ylayman. Chunki bu hayot davom etadi. Xuddi mana daraxtlar to'kilib, bargini kuzga to'kib, yana bahorga ochilgani kabi hayot davom etadi-da. Endi 19 yoshli bolalari hozir unga juda ko'p e'tibor kerak. Chunki u shu yoshda-da, e'tibor talab yoshda. O'sha bilan ko'proq do'st bo'lishlari. O'sha agressiyasi bilan o'ziga e'tibor talab qilayotgan bo'lishi mumkinmi? Balki o'zi shunaqa bo'ladi. Ko'proq masalan, aqlli bo'lib yursa, bolangizni erkalamaysiz. Yaxshi anaqa bo'lsa, keyin u injiqlik qiladi, keyin yig'laydi, uni olib erkalaysiz. Nima bo'ldi senga deysiz, xuddi shunaqa obrazga kirib qoladi-da shu yoshdagi yigitlarimiz, shu yoshdagi farzandlarimiz. Endi biroz e'tiborli bo'lishlari kerak. Baribir 19 yosh
yosh, ulg'aygan yosh, bu yoshda aql zakovati teran, juda ko'p narsani biladigan ilmli insonga aylanadigan vaqti ko'proq do'st sifatida muomala qilsalar, do'st sifatida u bilan hamnafas bo'lsalar, nimadir ish qilmoqchi bo'lsalarda, o'g'lim shunga nima deb o'ylaysan, seni ham bir maslahating kerak, uni o'zlariga yaqin olib bir maslakdoshdek bilsalar, u o'sha o'zidagi o'sha holatni yo'qotadi va onaga yaqinroq kela boshlaydi. Endi uzilish qancha vaqt bo'lgan, balki 1 yildir, balki 6 oy, balki 3 yildir. Agar 3 yil uzilish bo'lgan bo'lsa, bola ancha anaqaga tushib qolgan bo'ladi. Haligi qiyinroq kechadi. Agar bu qisqa davr bo'lsa, nazoratsiz qolib ketgan bo'lsa, qisqa davr, chunki o'spirinlik davrga to'g'ri keladi, 3 yillik davri bu 16 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan. Agar bu qisqa davr ichida bo'lsa, albatta uni hech narsani kechi yo'q. Uni hozir ham, masalan, bugundan boshlashingiz mumkin ertalabdan. O'sha o'g'lingiz o'ziga yaqin olib, nimalarnidir maslakdosh qilib o'zingizga yaqin qilsangiz, shunda to'g'ri bo'ladi. U ham, bolajon ham, yigit ham o'zini bir katta odamlardek tuta boshlasa kerak, to'g'rimi? Chunki onam mendan maslahat olyaptilar, demak, men katta odam bo'libman degan fikrni nafaqat 19 yoshda, 5 yoshli bolangizga ham shunaqa muomala qiling. Baribir o'sha bolalarni bu bilan nimaga o'rgatamiz? Ko'proq tafakkur, fikrlash doirasini kengaytirishga ko'proq o'rgatamiz, lekin 19 yoshli bolaga albatta kerak. Chunki u o'zi allaqachon ulg'ayib bo'lgan, o'zini shaxs sifatida, inson sifatida ko'radigan shaklda turibdi-da. Shuning uchun bu yoshda bobokalonlar bilan solishtiring. Masalan, Mirzo Bobur bu yoshda 2 nafar farzandlari bo'lgan yoki-da, masalan, tarixiy shaxslar bilan bunday solishtirsak, 19 yosh katta yosh. Faqatgina o'zingizga yaqin olishingiz kerak. Ko'proq uni sirdosh deb bilishingiz kerak. Hech qachon qo'pol, qattiq, dag'al gapirmasligimiz kerak bu yoshda. Ziddiyatli vaziyatlarda-chi, Zo'rol opajon, nima qilish kerak? Onasi bilan bo'lgandami? Ziddiyatli vaziyatda, onasiga qarshi bo'lib qolgan taqdirda, biror bir gap o'rtasida, biror bir masala o'rtasida tortishib qolishdi. Menda shunday holat bo'lsa, endi bolalarim, o'g'illarim ham shunaqa yoshda. 4 ta o'g'lingiz bor, to'g'rimi? 4 ta o'g'lim bor. Endi ziddiyatli vaqtlarda shunchaki o'zim biroz undan xafa bo'lganimni sezdiraman, hech narsa demayman. O'z ishimni davom ettiraveraman. Bir oldimdan o'tadi, oyim bunaqa qilsam nima deysiz deydi. Bo'ladi deb e'tibor bermagandek qilaman-da. Yana 2-marta o'tadi. Oxiri 3-marta kelib meni kechiring deydi. Chunki u bilan ziddiyatli paytda u bilan talashsangiz, baribir bolada. U bilan tenglashganingiz sari o'zimizda o'sha yoshga qiyoslab boraveramiz. U endi yosh bola, farzandimiz. Kechirib yuborish har bir onaning farzi deb bilaman. Shunchaki uni qilgan ishini kechirib, o'zingizda biroz haliga nima deydi, undan xafa bo'lganingizda biroz bildirib qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? Shuni o'zi tarbiya deb bilaman. Rahmat Zilola opa. Bugungi tashrif uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Men nazarimda ayni fursatlarda, ya'ni 1 soat davomida bizni tomosha qilgan yurtdoshlarimiz ham o'zlari uchun kerakli bo'lgan motivatsiyalarni, ko'maklarni albatta olishdi va o'z hayotlarida albatta tatbiq qilishadi degan umiddaman. Yana bir karra sizga kattakon rahmat. Kelajakdagi ishlaringizga rivoj tilaymiz. Azizlar, albatta bizni yana hafta o'tib Toshkent telekanalida jonli efirda kuzating. Unga qadar bizga ijtimoiy tarmoqlar orqali savollaringizni ham yo'llashingiz mumkin. Tuningiz osuda o'tsin. Salomat bo'ling.